O'zbekistonda krossovka dunyosi keyingi etaplarga o'tyapti. Ya'ni oldin faqat Nike, Adidas, keyinchalik Skechers bo'lsin deganlar endi krossovkani ancha-muncha tushunib oldi. Original nimaligini bilib olgandan keyin endi sistema, ko'rinish hamda yumshoqlik, o'sha ko'proq sistemalarga qarab ham o'sha odam krossovkani qanaqaligini, mana bu detallardan ham bilyapti, o'sha ko'ryapti, o'shaning uchun ham bemalol zakaz qilsalar. Bu Brooksga unaqa tegishli emas bir tarafdan, sababi Brooks brendi o'sha mashhur brend, lekin tanlashda ham baribir o'sha tajriba kerak bo'ladi. Ya'ni bunaqa brendda oddiy bundoq tanlab kiyib keta olmaysiz, ozgina tajriba kerak bo'ladi krossovka dunyosida bunaqa brendlarga murojaat qilish uchun. Shuning uchun ham bemalol qo'rqmasdan bunaqa brendlarni sizlarga havola qilyapmiz. Gore-Tex mana misol uchun bir sistema qaranglar, krossovka setkali bo'lishiga qaramasdan suv o'tkazmaydi, sababi ichida membranalari borligini o'tganmiz. Gore-Tex ko'rgandan keyin bo'ldi, demak bu mo'shni. Qani kirish qismlari yumshoqqina, qani tekstil yengilgina, mana bu yumshoqqa o'xshatdi yoki yana bir sistema, yumshoq sistema va haqiqatan yumshoq ko'pi. Va material suv o'tkazmas, hamma ko'rinish, oyoq kiyimi ipini ushirgan narsalari bor, demak trail yo'nalish, ich tarafi, tishlari baquvvat, kuzga, bahorga kerak bo'lsa qishga ham kiysam bo'lar ekan. Ukam $219 bitta zakaz qilib bor. Xuddi shunaqa urovenga yoki etapga keldi O'zbekistonda krossovka dunyosi. O'shaning uchun bemalol ushbu ko'pchilik bilgan hamda bilmagan brendlarni ham bemalol assortimentga nafaqat bizni, boshqa hamkasblar ham qo'shyapti. Xo'p, oyoq kiyimi haqida podrobniy ko'rsatdim, detallarini menimcha ushbu gaplar davomida ko'rdinglar o'zinglar. Tavsiya qilamiz, juda ham bir mashhur hamda nima deydi, o'sha tajribasi bor brend. Brooksda mana bunaqa suv o'tkazmas oyoq kiyim va haqiqatan katta teshik bo'lishiga qaramasdan suvni bir tiyinga olmaydi. Orqa taraflari va nima deydi, sportiv va suv o'tkazmas, yengil yumshoq bo'lsin desanglar, marhamat sizlarga bitta taklif, xuddi Winflow, xuddi Pegasus, xuddi Ultra Boost yoki Skechers modellarini yaxshi bilaman. Skechers ham shunaqa yugurishga mo'ljallangan yoki yurishga mo'ljallangan yengil yumshoq oyoq kiyimlariga o'xshab. Narxi ham o'sha aytganimdek Ultra Boost qatorida $219 dan sotildi. Tavsiya qilaman.